soat 12 va men hozir bitta universitetimdagi ustoz deb yig'ilib o'tiribman. 2 kun oldin bizada proyektlar sdachasi boshlangan, ya'ni уже sessiya yaqinlashyapti. Men proyekt topshirgandim, lekin kecha menga o'sha proyektdan 2 qo'yib qo'yishibdi. Va bizga bugun soat 6 gacha agar yaxshi baho olmoqchi bo'lsak to'g'rilab berishimizni aytishgandi. Xo'p dedim, srok bugun soat 6 gachamidi. Men uni to'g'rilab soat 3 da tashladim, 3:30 da ustozga aytdim, mana ko'rib bering, to'g'riladim deb. Va kechqurungacha menda na javob bor, na SMS o'qilgan, hattoki staristamizga ham aytganman, unikini o'qimagan, lekin boshqa kursdoshimnikini o'qib, unga уже xemista bahosini to'g'rilab berdi. Va men hozir asabim buzilayotganiga yig'lab, nimaga ustozlar mana shu sessiyaga kelganda tonini teskari kiyib oladi, bilmadim qanaqadir kayf olishadi studentlarni qoldirib. Hamma ustozlar emas, chunki bizda universitetda tushunadigan yaxshi ustozlar ham bor, lekin ichlarida ba'zida shunaqa izib travmirovать qilib studentlarni butun umr universitetda ko'ngli qolib ketadigan ishlar qilishadi. Shuni tushunmayman, chunki srokka aytilgan vaqtga men tashib berganman, lekin ustozni ko'rib bermagan. Xemistda bilsanglar agar 3 kunlik anaqasi bor. Ochgandan keyin 3 kunga ruxsat beriladi, xolos. Keyin boshqa baho qo'yilmaydi, yopiladi. Uni ochish uchun keyin dekanatga zaявление yozish kerak. Ustoz uni yozmaydi, chunki uni keyin oyligidan xato deb kesib olishadi. Kasrga student yozda o'qiydi. Student puli ko'p. Uni uyda qanaqa sharoitda, ko'chada qanaqa sharoitda, bu вообще farqi yo'q. Ustozlar ko'pi bullic qilishga moyilligi katta. Hech o'zligi ham student bo'lishgan qachondir. Eng yoqmagani o'sha ustoz yoniga bugun men bitta ikkita kursdoshim borganda, menga uni yomonlab gapirganda, tipa chaynab gapirishganda, nimaga mendan so'raydi, proyektning qayerda xato bor, o'zi kursdoshlaridan ko'rib olib to'g'rilasa bo'lmaydimi deb. Ustozmisiz? Kimdan so'rayman, men sizdan so'ramasdan. Kursdoshlarimda qilgan ishni ko'rsam plagiat deb urishadi. Blog yozaman, auditoriyada ba'zi bir ustozlar o'sha blogim haqida ham gapirib o'tishadi. Tipa bizda blogerlar bor, unaqa videolar uyab deb. Ular shaxsiy hayotiga aralashmayman-ku. Nima sababdan ular meniga aralashadi? Da, men balkim o'zim sferam bo'yicha, o'qiyotgan sferam bo'yicha men ideal emasdirman, lekin men balkim o'sha blogim tarafida men kuchlidirman. Hamma odam o'zining kuchli tomoni bor. Men universitetga 4 yil oldin kirganman. O'qiyapman, harakat qilaman, lekin bu degani meni bu blogimni yomonlab, buni bilan meni yerga urish qanchalik bu to'g'ri? Hamma odam o'zining kuchli tarafi bor. Hamma odam kuchli tarafi yildan yilga oshadi. Men uni 4 yil oldin bilmaganman, men bloger o'za olaman. Men endi 4 yil o'tib endi bilaman. Qattan bilaman, men 4 yildan keyin o'sha specialistim bo'yicha professional bo'lib ketmasligimni.